Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, bugun darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz ko'z va unda tasvir hosil bo'lishi va akkomodatsiya. Xo'sh, yozamiz. Ko'z murakkab optik sistemadir. Ko'z murakkab optik sistemadir. Ko'zda haqiqiy, teskari, kichraygan tasvir to'rt pardasida hosil bo'ladi. Demak, ko'zimizda shunaqa a'zo bor ekan, qismi to'rt parda degan. Ha? O'sha yerda tasvir hosil bo'lar ekan. Endi ko'zni teskari ta'sir bo'lsa, biz qanday qilib dunyoni to'g'ri ko'ryapmiz masalan deb savol berishingiz mumkin-da. To'g'rimi? Agar tug'ilgan chaqaloqni dunyoni qanday ko'radi deb savol bersalar sizga, chaqaloq tug'ildiki, dunyoni teskari ko'radi. Bu narsa mana ko'zni kasalliklarini davolashda rivojlanishida katarakta degan kasallikning davosi birdaniga hozir juda rivojlanib ketgan. Hozir 2-5 minutlik ish bo'lib qolgan-ku barcha ko'z klinikalarida. Katarakta, ya'ni pardasini olish ko'zni. Shu narsa endi nima qilinganda, shu operatsiyani endi boshlanishi muvaffaqiyatli amalga oshish boshlanganda, ko'zi ko'r odamni, o'sha ko'zi ko'rmayotgan odamni kataraktasini olgandan keyin shamni etib tajriba qilsalar, shamni u pastidan ushlash kerak, qo'lim kuymasin deb. O'sha olov yonib turgan joydan ushlamoqchi bo'lgan tajribalar bir necha shu nima qiladi-da, ko'rsatiladi. Keyin nima uchun deganda, u shamni yonayotgan qismi pastga deb ko'radi. Shamni chappa ko'radi. Endi ko'zi ochilgan payt nima uchun desa, o'sha rangni ajratish, ko'rish retseptorlari birdan operatsiyadan ochilgandan keyin hali immunitet rivojlanmagan bo'ladi. Bizda ko'zimizda teskari ta'sir hosil bo'lgandan keyin o'sha ko'zimizning orqa qismida ikkita nerv bor. Nervus opticus deydi. Buni anatomiyada o'tadi. Mana X obrazli, mana X ko'rinishidagi nerv o'sha teskari tasvirni teskarisini miyamizga yetkazib beradi va biz dunyoni to'g'ri ko'ramiz. Ikki xil savol bo'ladi-da. Masalan, ko'zda teskari ta'sir hosil bo'ladi, lekin biz dunyoni to'g'ri ko'ramiz. Nima uchun desa, o'sha teskari ta'sirni o'sha nervga to'g'ri qilib jo'natadi-yu, miyamizga, bosh miyaga to'g'ri qilib biz dunyoni to'g'ri ko'ramiz. Aslida birdan ko'zi ko'rmagan odamni birdan ko'zini ochilishi albatta o'sha immunosistema ishlab, o'sha nervus opticuslar o'zini faoliyatini tiklaguncha vaqt talab qiladi. Shu uchun o'sha boshida dunyoni teskari ko'radi. Keyin formaga tushib ketadi. Tushunarli? O'zi sog'lom ko'zni yaxshi ko'rish masofasi doim 25 sm hisoblanadi. Yaxshi ko'rish masofasi qancha ekan? D0 barobar santimetr. Endi bunda ham ko'pchilik kitob bilan nima qilmoqchi bo'ladi, solishtirmoqchi bo'lsa, kitobda ham shunday, lekin boshqa normativlari ham bor. Masalan, shrift 12 bo'lishi kerak. Orqa fon oq, yozuv qora bo'lishi kerak, masalan. Mana shunaqa normativlar, masalan, shrift katta bo'lsa, u 25 sm emas, xohlagan masofadan yaxshi ko'rish mumkin-ku kitobni o'qishda. Umuman olganda, sog'lom ko'zni yaxshi ko'rish masofasi qancha ekan? 25 sm. Yassi ko'zguga qarab biz masalan yaxshi ko'rish masofasini hosil qilmoqchi bo'lsak, endi ko'zgu ham bizdan shuncha uzoqlikda bo'ladi-ku. Shu uchun qancha uzoqlikda turish kerak desa, ko'zgu bilan bog'lab bersa 12,5 sm bo'ladi. Chunki ko'zguda 12,5 sm ga turib qarasangiz o'zingizga, aksiz ham qancha masofada turadi? 12,5 sm da turadi.
Tushunyapsizlar? Xo'p, endi keyingi masalani ko'ramiz. Ko'zni mana ko'zga daraxt berilgan bo'lsa, daraxt. Qanaqadir daraxt berilgan bo'lsa, ko'zimizni demak kelib, nur kelib, mana hamma butun obyekt bo'yicha kelib, mana bu joyda, mana bu yerda daraxt hosil bo'ladi. Teskari mana shu to'rt pardada hosil bo'ladi. Mana shu yerda daraxt hosil bo'ldi. Mana haqiqiy daraxt to'g'ri edi. Tasviri teskari hosil bo'ldi. Yillar o'tgan sari ko'zimizni mana bu yo'g'ida zirachok deydi, nima deydi? Gavhar. Ko'z gavhari bu doim harakatda bo'ladi-da. Mana bu ko'z gavhari yig'uvchi linza bu. Yig'uvchi linza. Faqat harakatdagi yig'uvchi linza bu. U fokus masofasini o'zgartirib turadi. Yig'uvchi linzada teskari tasvir hosil bo'ladi, haqiqiy teskari kichraygan tasvir. To'g'rimi? Yillar o'tgan sari mana bu qisqarib, kengayishda mana bu ichida suyuqligi bor. Suyuqligi qanaqadir quyuqlashadi va boshqa sabablar tufayli mana bu linzani fokus masofasi o'zgara boshlaydi. Bu o'zgarish natijasida biz tasvirni yo bu yoqda ko'ramiz, daraxtni, yo bu yoqda ko'ramiz. Bu o'sha ichidagi suyuqlikni quyuqlashishi yoki kamayishi hisobidan bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsak daraxtni, buni daraxt desak, daraxt. Yaqinroqdan ko'rsak agar mana bu yerda hosil bo'lganini yaqindan ko'rarlik deydi kasali. Uzoqdan ko'rishini uzoqdan ko'rarlik deydi. O'z-o'zidan aytib o'tiribdi. Yaqindan ko'rarlik kasalligida va uzoqdan ko'rarlik kasalligida yaxshi ko'rish masofasi farq qiladi endi. To'g'rimi? Bu yaxshi ko'rish masofasi 25 sm qanaqa ko'z uchun desa, qanaqa ko'z uchun deysizlar? Sog'lom ko'z uchun. Agar yaqindan ko'rarlik kasaliga uchragan bemor bo'lsa, yosh o'tgandan keyin masalan ko'proq bu narsa bo'ladi, yaxshi ko'rish masofasi kamayadi. Ba'zilar uzoqni yaxshi ko'radigan bo'ladi, uzoqdan ko'rarlik kasali bo'ladi. Yaxshi ko'rish masofasi uzayadi. Endi mana shu yaqindan ko'rish, uzoqdan ko'rishda hammasida ko'z gavharini harakatlanishi muhim rol o'ynaydi. Va bu narsani akkomodatsiya deydi. Nima deyirkan? Akkomodatsiya. Yozamiz, akkomodatsiya bu ko'z gavharini obyektga moslashishidir. Akkomodatsiya bu ko'z gavharini obyektga moslashishidir. Demak, akkomodatsiya so'zini ma'nosi nima ekan? Moslashish. Masalan, mana bu parta, stul va eshik, Men ko'ryapman, eshik stuldan ko'ra uzoqroqda turibdimi? Mana shuni nima menga xabarini beryapti desa, aynan akkomodatsiya, ko'zimizdagi akkomodatsiya moslashadi. Qancha obyekt sandan qancha masofada turganligini o'sha ko'z gavhari qisqarib kattalashib moslashtirib beradi. Yoki Abdukarimdan Mizrob uzoqroqda turibdi deganda qayerdan bilamiz desa,
aslida ko'zimizda bir xil tasvir hosil bo'lsa, tekis bo'lish kerak, hamma narsa ko'rinishi kerak. O'sha akkomodatsiya bizga uni sal orada bo'shliq borligini, orada narsalar borligini, shuni moslashtirib beradigan holatni akkomodatsiya deydi. Umuman olganda, ko'zda nuqson bor ko'zda qanaqa ko'z o'ynak kerakligini ham aynan mana shu maxsus optik asboblar o'sha ko'zni akkomodatsiya masofasini aniqlab beradi. Masalan, ko'rsa uzoqroqdan, yaqinroqdan tasvirni ko'rsatadi, o'qitib va u ko'zingizga qarab turadiki, moslashishi bor-ku, kattalashib kichrayish. 25 santimetrda ko'z normal qabul qilsa, kattalashib yoki o'ziga fokusni taxlab, maydalashib, nima qilmay normal qabul qilganda, demak sizning ko'zingiz sog'lom deydi. Agar sal qiynalayotgan bo'lsa, informatsiyani qabul qilishga ko'zda, shunda keyin yaqinroq qiladi va o'sha akkomodatsiyaga uchramaydigan masofani aniqlab beradi bizda. Va masalan bir ko'zdagi nuqsonli ko'zda qanaqa ko'z o'ynak kerak desa, D barobar bo'ladi 1 taqsim D0 minus 1 taqsim A. A mana bu yerda nuqsonli ko'zni yaxshi ko'rish masofasi hisoblanadi. Ba'zi kitoblarda D1 desa ham bo'ladi. Ba'zi kitoblarda A deydi. D1 desak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. D0 nimaga teng desa, D0 0.25 metrga teng. D1 nuqsonli ko'zni yaxshi ko'rish masofasi. Masalan, faraz qilaylik, ikkita shogirdimiz ko'z o'ynakli ekan. Shahzodani yaxshi ko'rish masofasi 25 santimetr emas, 20 santimetr bo'lsin. Masala yozamiz. Shahzoda 20 santimetrdan yaxshi o'qiydi. Unga qanaqa ko'z o'ynak kerak? U qanaqa ko'z o'ynak taqishi kerak yoki u qanaqa ko'z o'ynak taqishi kerak? U qanaqa ko'z o'ynak taqishi kerak desa, oddiy yechiladi bu masala. Xo'sh, D ko'z o'ynakning optik kuchi o'sha aynan. D barobar bo'ladi. D barobar 1 taqsim 0.25 minus 1 taqsim 0.20 yoki 0.2. Nechaga teng bo'ladi? Bu 4 ga teng. 4 ayrilgan. Bu necha bo'ladi? 1 taqsim 0.2? 5. Minus 1 dioptriya. Demak, Shahzodaga qanaqa ochko olib, ko'z o'ynak olib berish kerak ekan? Minus 1 dioptriya. To'g'ri topilmanmi? Точныmi? Bilaman-da. O shogirdlarni bilamiz-da hisoblab. Ismi nima edi? Lazizjon. Laziz 30 santimetrdan yaxshi o'qiydi. Qiynalmay, akkomodatsiyasiz, demak 30 santimetrdan yaxshi o'qir ekan. Unga qanaqa ko'z o'ynak kerak? Shundaymi?
4 minus 1 ni 0,3 ga bo'lsak 10 taqsim 3. 3,3 mi? Nol butun 67 yoki taxminan 0,7 dioptriyalik ko'zoynak kerak. Mana bu ikkinchi misol sizlarga. Demak, biz o'zimizga ko'zoynak tanlamoqchi bo'lsak, okulistga borib, nimani so'rashimiz kerak? Menga qanaqa ko'zoynak to'g'ri keladi deb emas, meni yaxshi ko'rish masofam necha santimetr deb so'rasangiz, u o'zini qurilmasida sizni yaxshi ko'rish masofasini hisoblasa, siz o'zingizga plus ko'zoynak kerakmi, minus ko'zoynakmi, ya'ni yig'uvchimi, sochuvchimi? O'zingiz hisoblab bilar ekansizmi? Bilasiz-a? Va uni hisoblagandan keyin sotuvda bor. Plus 1, minus 1, plus 0,75, minus 3 deydi-ku ko'zing. Ana shu narsada optik kuchini aytadi, dioptriyani. Va shunaqa ko'zoynak sizga tavsiya qiladi vrach. Tushunarli? Masalan, buni ko'zoynak taqqandan keyin nima bo'ladi desa, mana ko'zda faraz qilaylik, yaqindan ko'rarlik bo'lib, mana bu yerda daraxt hosil bo'ldi va uzoqroqqa olib borish uchun mana bu ko'zni oldiga sochuvchi linza qo'yadi. Va tasvir bu yerga emas, aynan mana shu yerga keyin hosil bo'ladi. Tushundingizlar? Tasvir keyin o'sha to'rt pardada hosil bo'ladi. Bu yaqindan ko'rarlik kasalida mana bu sochuvchi linza, bu ko'zoynak shu vazifani bajaradi, linza vazifasini bajaradi. Sog'lom ko'zga qo'ysak, orqa-roqqa borib xira ko'rinadi. Va agar ko'zimiz uzoq daraxt to'rt pardani orqasida hosil bo'lsa, oldinga yig'uvchi linza qo'yamiz. Yig'uvchi linza va tasvir yana qaytib bu yoq yaqinroqqa kelib, mana bu yerda tasvir hosil bo'ladi. Bu uzoqdan ko'rarlik nuqsonli ko'zni normaga tushiradigan ko'zoynak hisoblanadi. Buni ko'zoynak sifatida taqsa bo'ladi. Ba'zilar mana bu ko'z gavhariga yopishtirib qo'yadi. Linza deydi-ku. O'sha ko'zga linzani suyuqlikka botirib yopishtirib qo'yadi. Xuddi shu vazifani bajaradi. Buni faqat kamchiligi kechqurun olib o'tish kerak va hokazolar bor. Ko'zga nimada? Endi hammasini plus minus u endi tibbiyot vazifasi. Fizikasi tushunarli bo'ldimi? Demak, yaqindan ko'radigan odam uchun sochuvchi linza kerak, o'sha uchun minus ochki taqadi. Uzoqdan ko'radigan odam uchun yig'uvchi linza kerak, yig'uvchi linza degani optik kuchi plus bo'lgan ko'zoynak taqish kerak. Va akkomodatsiya nima ekan? Ma'nosi moslashish. Ko'z gavharini obyektga moslashishi, buyumga moslashishi. Tushunarlimi? Yozib olamiz va masalalarni yechishni boshlaymiz.